Yil yakunigacha Toshkentdagi barcha avtomobillar eko-stiker oladi. Bu haqda prezident farmonida nazarda tutilgan. Hujjat bilan mamlakatda transport tizimini ekologik jihatdan takomillashtirish chora-tadbirlari belgilandi. Energetika vazirligiga 2026-yil 1-noyabrga qadar O'zbekistondagi barcha neftni qayta ishlash zavodlarini modernizatsiya qilish hamda ularni rivojlantirish dasturini ishlab chiqib, Vazirlar Mahkamasiga kiritish topshirildi. Shuningdek, Ekologiya qo'mitasi joriy yil yakuniga qadar ekologik transport tizimi doirasida Toshkent shahrining hududi qizil, sariq va yashil zonalarga ajratib chiqilishini ta'minlash kerak. 2025-yil noyabr oyida qabul qilingan hukumat qarori bilan bunday zonalar tashkil etilishi belgilangandi. Eslatib o'tamiz, hozirda eko-stikerlarni olish ixtiyoriy bo'lib, ularga ega bo'lmagan avtomobillarga jarimalar qo'llanilmaydi. Yana bir ma'lumot, stikerlar bepul beriladi, faqat pochta orqali qabul qilib olganda bazaviy hisoblash miqdorining 5%, ya'ni 20 600 so'm miqdorida to'lov mavjud.